NL32J niveller uchun boshlanish nuqtasi bu yerda 14 uchun mana shu boshlanish nuqta bo'lyapti. Ya'ni 14.00. Har bitta chizig'imiz 1 sm ga teng. 1 sm-imiz 10 mm ga teng. Ya'ni 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bitta 100 mm-imiz 10 sm ga teng. Mana shu 14 ga shu oraliq tegishli. 15 ga yuqorida uchun biz sanab olishimizda 3 ta iplar turi hosil bo'ladi. Qarash turbasida, nivelerda qarash turbasida qaraganimizda 3 ta iplar turi hosil bo'ladi. Ya'ni qanday? Yuqori, misol uchun shunda qaraganimizda yuqori, o'rta, pastga. Bu sanoqlar qanday olamiz degan savol bo'lishi mumkin. Buni olishimiz uchun biz birinchi o'rinda o'sha chizig'imiz qayerda iplar turi qayerdan hosil bo'lgan bo'lsa, o'shagacha masofa olishimiz kerak. 14 ga tegishli ekan, ya'ni sanab olamiz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan ozroqdan o'tyapti. Ya'ni 91 yoki 92, 91 olyapmiz. 14 ta misol uchun 91. O'rta sanog'imizni olamiz, ya'ni buni ham sanab chiqamiz. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ya'ni 14 ta 60. Keyingi sanog'imiz, pastki sanog'imizni olyapmiz. 10, 20, 30 ga yetmayapti. Bu yerda 14 ta 28 oldik. 3 ta sanoq oldik nivelerdan, ya'ni qaraganimizda. Nivelerdan qaraganimizda bu sanoqlar bizga nimalarga kerak bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda o'sha nivelerdan A nuqtagacha qo'ygan ekanligi sanoqlar. Ya'ni yuqoridan past sanoq erib 10 ga bo'lsang masofasi kelib chiqadi. Ya'ni misol uchun 14 ta 91 dan 14 ta 28 da ayirib tashlab 10 ga bo'lsak, ya'ni nivelerdan rekgacha bo'lgan masofa kelib chiqadi. Nisbiy balandlik qanday topishimiz mumkin? Nisbiy balandlik o'rtadagi sanoqlar, mana misol uchun 14 ta 60, 14 ta 60 da misol uchun 14 ta 60 da keyingi bir nuqtamizdan ham ko'rsatib ketamiz. Hozir misol uchun bir nuqtamizniki 14 ta 80. Birinchi o'rta sanog'imiz 14 ta 60 edi. 14 ta 80 dan ikkalasini farqini bu nisbiy balandlik deyiladi. Bu 15.00 mana bu boshlanishi 15.00. Nishabik topish formulasi I teng h taqsim d. Bu yerda h nisbiy balandlik deyiladi. D'miz masofa, umumiy masofa. Ya'ni o'sha nisbiy balandlikni umumiy masofasiga bo'lsak, nishablik hosil bo'ladi.